Salom hurmatli kanalimiz obunachiları va qadrli tomoshabinlar. Bugun biz siz bilan har birimizning hayotimizga bevosita ta'sir qiluvchi juda muhim va dolzarb mavzu. O'zbekistondagi joriy qoidabuzarliklar uchun belgilanayotgan qattiq jarimalar, taqiqlar va jazolarni atroflicha muhokama qilamiz. Men bugun sizga aytadigan ma'lumotlar ishonchim komilki, sizning ko'p savollaringizga javob beradi, kutilmagan vaziyatlardan saqlanishga yordam beradi va eng asosiysi sizni og'ir moliyaviy yo'qotishlardan himoya qiladi. Bu shunchaki ogohlantirish emas, balki amaliy qo'llanma, har bir fuqaro bilishi shart bo'lgan ma'lumotlar to'plamidir. Shuning uchun kanalga hoziroq obuna bo'ling, videoga like bosing va diqqat bilan tinglang. Chunki keyingi daqiqalar sizning kelajagingiz uchun hal qiluvchi ahamiyatga ega bo'lishi mumkin. Muammo markazida avval qanday edi va hozir nima o'zgardi, keling, avvalo tarixga bir nazar tashlaylik. Yodingizdami? Bir necha yil avval jarimalar, umuman qoidabuzarliklar uchun javobgarlik qanday edi? Ko'pchilik hollarda, ayniqsa mayda qoidabuzarliklar uchun huquq tartibot idoralari xodimlari og'zaki ogohlantirish bilan cheklanardi. Ba'zan hatto protokollar ham rasmiylashtirilmasdi. Jarimalar miqdori past edi, ularni to'lash muddatlariga ham unchalik qattiq e'tibor qaratilmasdi. Masalan, kommunal to'lovlardagi qarzlar, ba'zi bir ma'muriy qoidabuzarliklar, kichik tartibsizliklar ko'pincha ko'z yumish bilan yakunlanardi. Bu esa jamiyatda mas'uliyatsizlik tuyg'usini shakllantirib, ayrim hollarda qonun ustuvorligiga putur yetkazardi. Fuqarolar jarima to'lashdan qochish uchun turli yo'llarni izlar, davlat budjetiga tushumlar kamayardi. Hozirgi vaziyat esa tubdan o'zgargan. So'nggi yillarda mamlakatimizda qonunchilikka ko'plab o'zgartirish va qo'shimchalar kiritildi. Ushbu o'zgarishlarning asosiy maqsadi jamiyatda qonunlarga hurmatni oshirish, tartib va intizomni kuchaytirish, davlat resurslaridan oqilona foydalanishni ta'minlash, shuningdek davlat budjetiga tushumlar barqarorligini ta'minlashdir. Jarimalar miqdori sezilarli darajada oshirildi. Ko'plab yangi taqiqlar va cheklovlar joriy etildi. Eng muhimi, ularning ijrosiga bo'lgan nazorat juda kuchaydi. Endi xizmatlar uchun to'lovlarni o'z vaqtida amalga oshirish, davlat mulkiga ehtiyotkorona munosabatda bo'lish, atrof muhitga zarar yetkazmaslik, jamoat tartibiga rioya qilish har bir fuqaro uchun majburiyatga aylandi. Axborot texnologiyalari va raqamli monitoring tizimlarining rivojlanishi ham qoidabuzarliklarni aniqlash va ularga nisbatan choralar ko'rishni tezlashtirdi. Misol uchun, ilgari yo'l harakati qoidabuzarliklari ko'proq yo'l patrul xizmati xodimlari tomonidan aniqlangan bo'lsa, hozirda foto-video fiksatsiya qurilmalari orqali avtomatik tarzda qayd etilmoqda. Xuddi shunday, kommunal xizmatlar sohasida ham hisoblagichlarga ta'sir o'tkazish, noqonuniy ulanishlar kabi holatlar zamonaviy texnik vositalar yordamida tezda aniqlanmoqda. Bu o'zgarishlar shuni ko'rsatadiki, davlat endi yumshoq siyosatdan qattiq choralar ko'rishga o'tgan. Bu ko'pchilikka yoqmasligi mumkin, ammo bu tartib intizomni saqlashning muhim qismi hisoblanadi. Asosiy qism bir batafsil tahlil. Nimani bilishingiz kerak? Kim xavotirlanishi kerak va kim xavotirlanmasligi kerak? Keling, endi eng dolzarb va kundalik hayotimizda tez-tez uchraydigan qoidabuzarliklar va ular uchun belgilanadigan jazolarni birma-bir ko'rib chiqamiz. Bu ma'lumotlar barchangiz uchun foydali bo'ladi. Ishonchim komil. Biri kommunal xizmatlar uchun to'lovlar va noqonuniy ulanishlar. Bu soha eng ko'p jarimalar va taqiqlarga duch keladigan joylardan biri. Elektr energiyasi, tabiiy gaz va suv ta'minoti O'zbekistonning iqtisodiyoti va aholi turmush darajasida muhim o'rin tutadi. Ularni noqonuniy ishlatish yoki to'lovlarni o'z vaqtida amalga oshirmaslik og'ir oqibatlarga olib kelishi mumkin. Misolimga, elektr energiyasini o'g'irlash. Tasavvur qiling, qishloq joyda bir fuqaro, aniq ismini aytmaymiz, deylik, Ahmad aka hisoblagichni chetlab o'tib, to'g'ridan-to'g'ri elektr tarmog'iga ulanishga qaror qildi. U buni anchadan beri amalga oshirib kelayotgan edi. Chunki hech kim sezmaydi deb o'ylardi. Biroq hududiy elektr tarmoqlari ajja xodimlari reyd o'tkazishadi va noqonuniy ulanishni aniqlashadi. Bu holatda Ahmad akaga nafaqat noqonuniy foydalanilgan elektr energiyasining qiymati, balki juda katta miqdordagi jarima ham hisoblanadi. O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 20 moddasiga binoan elektr energiyasi, tabiiy gazdan foydalanish qoidalarini buzish, jumladan ularni hisobga olish uskunalariga qasddan shikast yetkazish yoki ularni buzish, hisobga olish uskunalarining ko'rsatkichlarini o'zgartirish, noqonuniy ulanish orqali foydalanish bazaviy hisoblash miqdorining
BHM 10 baravaridan 15 baravarigacha miqdorda jarima solishga sabab bo'ladi. Takroriy holatlarda esa bu miqdor BHMning 15 baravaridan 20 baravarigacha yetishi mumkin. Hozirda BHM 34 ming so'm ekanligini hisobga olsak, bu 2 million 100 ming so'mdan 5 million 100 ming so'mgacha degani. Bu faqat jarimaning o'zi. Undan tashqari hisob-kitob qoidalari bo'yicha noqonuniy foydalanilgan elektr energiyasi hajmiga koeffitsient qo'llaniladi. Agar o'g'irlik muddati aniq bo'lmasa, so'nggi 6 oy davomida to'liq quvvatda ishlagan deb hisoblanadi va shu miqdor qayta hisoblanadi. Bu o'nlab, ba'zan esa yuzlab million so'mlarga yetishi mumkin. Bunday holat jinoiy javobgarlikka ham sabab bo'lishi mumkin. O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksi 1.9 modda o'g'irlik omadagi nafaqat katta jarima to'ladi, balki elektr energiyasiz ham qoldi va unga nisbatan jinoiy ish qo'zg'atildi. Misol 2, gaz hisoblagichiga aralashish. Shaharda yashovchi Dilshod aka xonadonidagi gaz hisoblagichiga maxsus magnit qo'yib, iste'mol qilingan gaz miqdorini kamaytirishga harakat qiladi. U bu usulning keng tarqalganini bilardi va o'zi ham xonadonining gaz iste'moli kamroq ko'rsatilishidan xursand edi. Hudud gaz ta'minot korxonasi xodimlari reyd paytida uning uyiga borishadi va tekshiruvda magnitni aniqlashadi. Bu holatda ham xuddi elektr energiyasini o'g'irlash kabi ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 1 moddasi qo'llaniladi. Dilshod akaga BHMning 10 baravaridan 15 baravarigacha miqdorda jarima solinadi. Shu bilan birga noqonuniy foydalanilgan gaz hajmi belgilangan tartibda, ya'ni yo'qotilgan gazning hisoblash usuli bo'yicha maxsus koeffitsiyentlar bilan qayta hisoblanadi. Bu summalarning umumiy miqdori odatda bir necha 10 million so'mni tashkil etishi mumkin. Bunday qoidabuzarlik tufayli Dilshod aka nafaqat katta miqdordagi puldan ayriladi, balki gaz ta'minotidan ham uziladi va qora ro'yxatga kiritiladi. Bu qoidabuzarlik Jinoyat kodeksining 1.9 moddasi o'g'rilik bo'yicha ham malakalanishi mumkin. Kommunal xizmatlar uchun to'lovlarni muntazam ravishda kechiktiruvchilar, noqonuniy ulanishga urinuvchilar, hisoblagichlarga ta'sir o'tkazuvchilar. Kim xavotirlanmasligi kerak? Barcha to'lovlarni o'z vaqtida va to'liq amalga oshiruvchilar, hisoblagichlarning butunligini ta'minlovchilar. 2. Ma'muriy huquqbuzarliklar. Mayda, ammo keng tarqalgan. Bu turdagi qoidabuzarliklar ko'pchilikka unchalik jiddiy tuyulmasligi mumkin, ammo ular uchun belgilanadigan jarimalar ancha sezilarli bo'lishi mumkin. Misol uchun, jamoat joyida axlat tashlash. Davlat idorasida ishlaydigan Javohir aka tushlik vaqtida parkda o'tirib somsa yedi. U sumkani tamaddi qilib bo'lgandan so'ng eng yaqin axlat qutisi bir necha metr narida turganiga qaramay, uni beparvolik bilan o'tloqqa tashlab yubordi. Bu paytda profilaktika inspektori yoki jamoat tartibini saqlovchi boshqa bir shaxs buni ko'rib qoldi. O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 2 moddasiga aholini maishiy chiqindilar bilan bog'liq ishlarni bajarish qoidalarini buzish binoan jamoat joylarida axlat tashlash BHMning 1 baravaridan 3 baravarigacha miqdorda jarima solishga sabab bo'ladi. Ya'ni 340 ming so'mdan 20 million 20 ming so'mgacha. Agar bu qoidabuzarlik bir yil ichida takrorlansa, jarima miqdori BHMning 3 baravaridan 5 baravarigacha 1 million 20 ming so'mdan 1 million 700 ming so'mgacha oshadi. Javohir aka bu summani to'lashi shart bo'ldi va bu uning uchun kutilmagan zarba bo'ldi. Misolda kechki payt shovqin qilish. Yaqinda xonadon sotib olgan Kamola xola tungi soat 23:30da o'z uyida baland ovozda musiqa qo'yib, o'zining tug'ilgan kunini nishonlayotgan edi. Qo'shnilari uning musiqasidan bezor bo'lishib, Ichki ishlar bo'limining ikki qisqa raqamiga qo'ng'iroq qilishdi. Yetib kelgan profilaktika inspektori Kamola xolaga O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 192 moddasiga tungi vaqtda shovqin va uyquni buzish asosan protokol tuzdi. Ushbu moddaga ko'ra, tungi vaqtda soat 23 dan ertalab 06 gacha fuqarolarning tinchligi va osoyishtaligini buzish BHMning 1 baravaridan 3 baravarigacha miqdorda jarima solishga sabab bo'ladi. Ya'ni Kamola xola 340 ming so'mdan 1 million 20 ming so'mgacha jarima to'lashi kerak edi. Agar u bir yil ichida ushbu huquqbuzarlikni takrorlasa, jarima miqdori BHMning 3 baravaridan 5 baravarigacha 20 million 20 ming so'mdan 20 million 700 ming so'mgacha oshiriladi. Bu misol shuni ko'rsatadiki, hatto shaxsiy uyingizda ham jamoat qoidalari va qo'shnichilik huquqlarini hurmat qilish muhimdir.
Kim xavotirlanishi kerak? Jamoat joylarida tartib qoidalarga rioya qilmaydiganlar. Qo'shnilarga va atrof muhitga hurmatsizlik qiluvchilar. Kim xavotirlanmasligi kerak? Madaniyatli, tartibli va atrof muhitga ehtiyotkorona munosabatda bo'ladigan fuqarolar. O't yo'l harakati qoidabuzarliklari. Garchi bu mavzu alohida katta videoga arziydigan bo'lsa-da, qattiq jarimalar kontekstida unga to'xtalmaslikning iloji yo'q. So'nggi yillarda yo'l harakati qoidabuzarliklari uchun jarimalar miqdori sezilarli darajada oshirildi va ularni aniqlash tizimi yanada takomillashtirildi. Misol 5. Taqiqlangan joyga avtomobilni to'xtatish. Toshkent markazida savdo markaziga shoshilgan Saidi aka mashinasini to'xtash taqiqlangan belgisi ostiga piyodalar yo'lagiga qisman chiqib to'xtatadi. U bor yo'g'i 5 daqiqaga kirib chiqishni rejalashtirgan edi. Biroq bu hududda joylashgan kamera uning qoidabuzarligini avtomatik ravishda qayd etadi. Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 128 moddasi transport vositalarini to'xtatish yoki to'xtab turish qoidalarini buzish bo'yicha bunday qoidabuzarlik BXMning 3 baravariga teng jarima solishga sabab bo'ladi. Bu esa 1 million 20 ming so'm degani. Agar bu qoidabuzarlik bir yil davomida takrorlansa, jarima miqdori BJMning 5 baravariga 1 million 700 ming so'm oshadi. 3-marta takrorlangan taqdirda esa BJMning ondan baravarini 3 million 400 ming so'm tashkil etadi va bu faqat jarimaning o'zi. Agar avtomobil evakuator tomonidan olib ketilgan bo'lsa, avtoturargohda saqlash va evakuator xizmatlari uchun ham qo'shimcha to'lovlar undiriladi. Bu esa umumiy summani yanada oshirishi mumkin. Said aka 5 daqiqalik tejalgan vaqt uchun ancha qimmatga tushadigan dars oldi. Kim xavotirlanishi kerak? Yo'l harakati qoidalariga beparvo bo'lgan haydovchilar. Kim xavotirlanmasligi kerak? Yo'l harakati qoidalariga qat'iy rioya qiluvchilar, ehtiyotkor haydovchilar. 4. Noqonuniy qurilish va yerlardan foydalanish. Bu sohada ham davlat nazorati sezilarli darajada kuchaytirilgan. Shaharsozlik qoidalari va yer munosabatlarini buzish og'ir oqibatlarga olib kelishi mumkin. Misol 6. Ruxsatsiz qurilish. Hovli uyi egasi Bekzod aka o'z hovlisiga qo'shimcha ayvon qurishga qaror qildi. U qurilish uchun ruxsat olishning murakkabligidan qochib, ruxsatsiz qurilishni boshlab yubordi. Qo'shnilaridan biri esa bu holat haqida tegishli organlarga xabar berdi. Mahalliy hokimlikning qurilish va uy-joy kommunal xizmatlar sohasida nazorat inspeksiyasi xodimlari Bekzod akaning uyiga kelib, noqonuniy qurilish faktini aniqladilar. O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 99 moddasiga arxitektura va shaharsozlik faoliyati sohasidagi qonun hujjatlarini buzish binoan ruxsatsiz qurilishni amalga oshirish fuqarolarga BXMning 10 baravaridan 15 baravarigacha 3 million 400 ming so'mdan 5 million 700 ming so'mgacha jarima solishga sabab bo'ladi. Juridik shaxslarga esa ancha yuqori jarimalar qo'llaniladi. Jarimadan tashqari Bekzod akaga noqonuniy qurilgan inshootni o'z hisobidan buzish to'g'risida majburiy ko'rsatma berildi. Agar u buni bajarmasa, inshoot sud qarori bilan buzib tashlanishi va buzish xarajatlari ham undan undirilishi mumkin. Bunday noqonuniy harakatlar nafaqat pul yo'qotishiga, balki mulkining bir qismini yo'qotishiga ham olib keldi. Kim xavotirlanishi kerak? Ruxsatsiz qurilishni amalga oshiruvchilar, yer uchastkalaridan maqsadga muvofiq foydalanmayotganlar. Kim xavotirlanmasligi kerak? Barcha qurilish va yerga oid qonun-qoidalarga rioya qiluvchilar, tegishli ruxsatnomalarni olganlar. Asosiy qism 2. Qoidalardagi istisnolar, tuzoqlar va noaniq nuanslar hech qanday qonun mutlaq bo'lmaydi. Har bir qoida o'z istisnolari, nozik jihatlari va yashirin tuzoqlariga ega. Ularni bilish sizga jarimalardan qochishga yoki ularning miqdorini kamaytirishga yordam berishi mumkin. Bilni, jazoni yengillashtiruvchi holatlar. Qoidabuzarlik sodir etgan taqdirda ham ba'zi vaziyatlarda jazo miqdorini kamaytirish yoki uni butunlay bekor qilish mumkin. Bunday holatlar ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksda aniq ko'rsatilgan. Masalan, birinchi marotaba qoidabuzarlik sodir etish. Agar siz avval bunday huquqbuzarlik qilmagan bo'lsangiz, ko'pchilik hollarda eng kam miqdorda jarima qo'llaniladi yoki ogohlantirish bilan cheklanishi mumkin. Qoidabuzarlik natijasida yetkazilgan zararni ixtiyoriy ravishda qoplash yoki zararni bartaraf etish. Masalan, axlat tashlaganingizdan so'ng uni darhol yig'ishtirib olsangiz va bu harakatlaringizni hujjatlashtirsangiz. Qoidabuzarlikni og'ir shaxsiy yoki oilaviy sharoitlar tufayli sodir etish. Masalan, shoshilinch tibbiy yordam ko'rsatish, zarurati tufayli to'xtash, taqiqlangan joyga mashinani qo'yish.
buni isbotlash kerak bo'ladi. Bo'yaga yetmagan shaxs tomonidan sodir etilgan huquqbuzarlik, bunday hollarda javobgarlik ota-onalar yoki ularning o'rnini bosuvchi shaxslarga yuklanadi va jazo miqdori yengillashtirilishi mumkin. Afsuslanish va o'z aybini tan olish. Bu ham ba'zi hollarda jazo miqdorini kamaytiruvchi omil bo'lishi mumkin. Ayniqsa, agar qoidabuzarlik unchalik jiddiy bo'lmasa. Bu holatlarni inobatga olish uchun protokol tuzilayotgan paytda ularni aytishingiz va yozma tushuntirishlaringizda aks ettirishingiz juda muhim. 2 jarima muddatlar va chegirmalar. O'zbekiston qonunchiligida jarimalarni to'lash muddatlari va ularga nisbatan qo'llaniladigan chegirmalar aniq belgilangan. 7% chegirma ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksga kiritilgan o'zgartirishlarga ko'ra, agar siz yo'l harakati qoidabuzarligi uchun jarimani protokoldan so'ng 15 kun ichida ixtiyoriy ravishda to'lasangiz, jarima miqdorining 7%ni to'lashingiz kifoya. Bu juda muhim nuans bo'lib, pulni tejash imkonini beradi. Boshqa ma'muriy huquqbuzarliklar bo'yicha bu chegirma hamma vaqt ham qo'llanilmaydi, lekin ayrim hollarda mavjud bo'lishi mumkin. Shuning uchun protokolni diqqat bilan o'qing. Jarima to'lash muddati odatda jarima to'lash uchun 30 kun muddat beriladi. Agar shu muddat ichida jarima to'lanmasa, uning miqdori 2 barobar oshirilishi mumkin va jarima to'lanmaganligi uchun majburiy ijro byurosi MI tomonidan undiruv choralari ko'riladi. Bu esa bank hisob raqamlaringizni muzlatish, mulkingizni xatlash kabi jiddiy oqibatlarga olib keladi. Jarima ustidan shikoyat qilish tartibi. Agar siz jarima noto'g'ri qo'llanilgan deb hisoblasangiz, bu qaror ustidan shikoyat qilish huquqiga egasiz. Muddat. Odatda jarima to'g'risidagi qaror ustidan 10 kun shikoyat qilish mumkin. Bu muddat juda qisqa bo'lgani sababli tezkor harakat qilish kerak. Kimga shikoyat qilish? Birinchi navbatda jarima solgan organning yugurib turuvchi mansabdor shaxsiga, masalan, yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi boshlig'iga, kommunal korxona rahbariga yozma shikoyat bilan murojaat qilasiz. Shikoyatingizni 2 nusxada tayyorlab, birini qabul qilib olganliklari to'g'risida belgi qo'yishlarini so'rang. Sudga murojaat. Agar yuqori turuvchi organ shikoyatingizni qanoatlantirmasa yoki belgilangan muddatda javob bermasa, siz ma'muriy sudga murojaat qilishingiz mumkin. Sudga murojaat qilishda jarima to'g'risidagi protokol, shikoyat arizasi va boshqa tegishli hujjatlarni ilova qilasiz. Advokat yordamidan foydalanish maqsadga muvofiq. Bu jarayon biroz murakkab bo'lishi mumkin, ammo o'z huquqlaringizni himoya qilish uchun kurashishdan qo'rqmang. Dard, noaniq nuanslar va tuzoqlar qonunni bilmaslik javobgarlikdan ozod qilmaydi. Bu eng muhim qoida. Siz qonunni bilasizmi yoki yo'qmi? Qoidabuzarlik uchun javobgarlik yuzaga kelaveradi. Shuning uchun qonunchilikdagi o'zgarishlar bilan tanishib borish muhimdir. BHM bazaviy hisoblash miqdori, jarimalar va bojlar hisoblanadigan asosiy ko'rsatkich. Hukumat qarorlari bilan BHM vaqti bilan o'zgarib turadi. Bu o'zgarishlar jarima miqdorlariga bevosita ta'sir qiladi. Shuning uchun jarima miqdorini aniqlashda BHMning amaldagi qiymatini hisobga olish kerak. Raqamli kuzatuvning kuchayishi. Kameralar, dronlar, har xil sensorlar orqali qoidabuzarliklarni aniqlash imkoniyatlari kengaymoqda. Bu shuni anglatadiki, siz qoidabuzarlikni hech kim ko'rmadi deb o'ylashingiz mumkin. Ammo zamonaviy texnologiyalar uni qayd etgan bo'lishi mumkin. Masalan, Fotonov mobil ilovasi orqali fuqarolarning o'zlari ham qoidabuzarliklarni qayd etib, tegishli organlarga yuborishlari mumkin. Bu ham qoidabuzarliklar sonini kamaytirishga xizmat qiladi. Kollektiv javobgarlik. Ayrim hollarda, masalan, ko'p qavatli uylarda yashash qoidalarini buzish yoki atrof muhitni ifloslantirishda faqat bir kishi emas, balki butun uy komitetining yoki bir guruh shaxslarning javobgarligi masalasi ko'tarilishi mumkin. Bu ayniqsa hovlilarni toza saqlash, umumiy hududlarga e'tibor berishda muhim. Amaliy maslahatlar. Tomoshabin nima qilishi kerakligi bo'yicha aniq ko'rsatmalar. Endi esa eng muhim qismga o'tamiz. Amaliy harakatlar. Yuqorida aytilganlarning barchasini bilgan holda sizning vazifangiz shundan iboratki, imkon qadar qoidabuzarliklarga yo'l qo'ymaslik va agar sodir bo'lgan taqdirda vaziyatni to'g'ri baholash va to'g'ri harakat qilish. Doimiy ravishda axborotdan xabardor bo'ling. Rasmiy manbalarni kuzatib boring. O'zbekiston Respublikasi Adliya vazirligining Lex.uz sayti, davlat hokimiyati organlarining rasmiy veb-saytlari, masalan, O'zkommun xizmat agentligi, shuningdek, ishonchli yangiliklar portallarini muntazam ravishda kuzatib boring. Qonunchilikka kiritilgan yangi o'zgarishlar
va qo'shimchalardan xabardor bo'lish har bir fuqaro uchun majburiy hisoblanadi. Telegram kanallari va ijtimoiy tarmoqlardagi rasmiy sahifalarga obuna bo'ling. Ko'plab vazirlik va idoralar o'zlarining Telegram kanallariga ega bo'lib, ular orqali dolzarb ma'lumotlar, qonunchilikdagi yangiliklar va jarimalar haqida tezkor xabarlar berib boradilar. Bu sizning axborot olishingizni tezlashtiradi. 2. Hujjatlarni tekshiring va rasmiylashtirishni talab qiling. Har doim protokol tuzilishini talab qiling. Agar sizga jarima solinsa, xodimdan majburiy ravishda protokol tuzishni so'rang. Hech qachon og'zaki ogohlantirish yoki qo'lga pul berishga rozi bo'lmang. Bu sizni kelajakda yanada og'ir muammolarga olib kelishi mumkin. Protokolda qoidabuzarlikning mohiyati, joyi, vaqti, moddasi, jarima miqdori va boshqa ma'lumotlar aniq ko'rsatilgan bo'lishi shart. Kvitansiyani saqlang. Jarima to'langandan so'ng to'lov kvitansiyasining shegini ehtiyotkorlik bilan saqlab qo'ying. Bu sizning jarimani to'laganingizni tasdiqlovchi yagona isbot hisoblanadi. Elektron to'lovlar uchun ham chekni yuklab oling yoki elektron pochta manzilingizga yuborilishini ta'minlang. 3. Jarimalarni o'z vaqtida to'lang, chegirmalardan foydalaning. 3 kunlik muddatni unutmang. Jarima to'lash uchun berilgan 3 kunlik muddatga qat'iy rioya qiling. Agar bu muddat o'tib ketsa, jarima miqdori 2 barobarga oshishi va undiruv choralari boshlanishi mumkin. 15 yil kunlik chegirma imkoniyatidan foydalaning. Yo'l harakati qoidabuzarliklari uchun solingan jarimalarni protokol tuzilgan kundan boshlab 15 kun ichida to'lash orqali ehmakida chegirmaga ega bo'lishingiz mumkin. Bu sizning byudjetingiz uchun sezilarli yengillikdir. 4. Har bir harakatni hujjatlashtiring. Foto va video qayd etish. Agar siz biron bir qoidabuzarlik yuzasidan noto'g'ri ayblanayotganingizni his qilsangiz yoki shikoyat qilmoqchi bo'lsangiz, voqea joyini, dalillarni, xodimning harakatlarini telefoningizga foto yoki video tasvirga oling. Bu isbot sifatida sud yoki yuqori organlarda sizning foydangizga xizmat qilishi mumkin. Lekin bunda xodimlarning qonuniy talablarga to'sqinlik qilmasligi kerak. Guvohlar, agar imkon bo'lsa, voqeaga guvoh bo'lgan shaxslarning aloqa ma'lumotlarini oling. Ularning ko'rsatmalari sizning holatingizni isbotlashda yordam beradi. 5. Huquqiy maslahat so'rashdan cho'chmang. Professional yordam agar sizga nisbatan qo'llanilgan jarima yoki jazo juda yuqori bo'lsa, yoki sizning huquqlaringiz buzilgan deb hisoblasangiz, darhol malakali advokatga murojaat qiling. Advokat sizning ishingizni obyektiv baholab, siz uchun eng maqbul yechimni topishga yordam beradi. U sizning nomingizdan shikoyat yozishi, sud jarayonlarida ishtirok etishi mumkin. 6. Muntazam ravishda qarzlaringizni tekshiring. MyBog.uz portali, O'zbekistonning yagona interaktiv davlat xizmatlari portali MyBog orqali siz o'zingizning mavjud jarimalaringiz, kommunal to'lovlardagi qarzlaringiz va boshqa majburiyatlaringizni tekshirishingiz mumkin. Bu sizga kutilmagan jarimalardan xabardor bo'lish va ularni o'z vaqtida to'lash imkonini beradi. DXS sayti, yo'l harakati xavfsizligi xizmatining rasmiy sayti orqali ham avtomobilingizga nisbatan solingan jarimalarni tekshirishingiz mumkin. 7. Qoidabuzarliklar haqida xabar bering. Fotolov va boshqa rasmiy ilovalar. Agar siz boshqa shaxslar tomonidan sodir etilayotgan qoidabuzarliklarga guvoh bo'lsangiz, masalan, noqonuniy chiqindi tashlash, transport vositasini noto'g'ri joyga qo'yish, rasmiy ilovalar orqali xabar berishingiz mumkin. Bu jamiyatda tartibni mustahkamlashga yordam beradi. Faqat eslatib o'tishim kerakki, yolg'on xabarlar uchun ham javobgarlik mavjud. Xulosa va yakuniy chorlov, hurmatli tomoshabinlar. Bugun biz O'zbekistondagi qattiq jarimalar, taqiqlar va jazolarning murakkab dunyosiga sho'ng'idik. Ma'lumotlarning ko'p ekanligini bilaman, ammo bu har birimiz uchun suv va havodek zarur bo'lgan bilimlardir. Bir narsa aniq. Davlatimizda qonunlarga rioya qilishga bo'lgan talab tobora kuchayib bormoqda. Endilikda bilmaslik bahona bo'lmaydi. Tartib, intizom, qonuniylik va mas'uliyat bu bugungi kunning shiori. Shunday ekan, men sizga shaxsiy tajribam va bilimlarimga asoslanib aytmoqchimanki, o'zingizni kutilmagan moliyaviy muammolardan va stressdan himoya qilishning eng yaxshi yo'li bu qonunlarni bilish. Ularga qat'iy rioya qilish va doimo hushyor bo'lishdir. Qoidalarga rioya qilish nafaqat sizni jarimalardan qutqaradi, balki butun jamiyatimizning farovonligi va rivojlanishiga ham hissa qo'shadi. Umid qilamanki, ushbu video siz uchun juda foydali bo'ldi. O'z fikr va mulohazalaringizni izohlarda yozib qoldiring. Siz qanday qoidabuzarliklarga duch kelgansiz yoki qanday jarimalar bilan to'qnash kelgansiz?
Bu ma'lumotlar bizga keyingi videolarimiz uchun mavzularni tanlashda yordam beradi. Videoga like bosishni unutmang va albatta kanalimizga obuna bo'ling. Chunki hali oldinda bundan ham foydali va qiziqarli kontentlar kutmoqda. Keyingi videolarda ko'rishguncha o'zingizni ehtiyot qiling.